Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi ishimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida bo'ldi. Xudo xolasa bu yoqqa o'rta chekkaga mo'ykamiz tushdi. Gaz plitamiz, o'rta рабочий stolimiz, bu yerga so'mor bokimiz tushdi. Lekin choy damlab qo'yaveradi. Suratdan tushaveradi. Xo'p, bu yerga ikkitali qozonimiz tushdi. Ozgina stol, рабочий stol bo'ladi. 60 ta qozon bo'ldi. O'rtadan рабочий stol bo'ladi. 80 qozon bo'ldi. Bu chekkaga sevat qo'ygani bu tandirga joyimiz bo'ldi. Oxiriga mana tandirimiz tushdi, nolli tandirimiz. Xudo xolasa joyimiz 9 metr. Shu joyga tushdi. Xudo xolasa juda holatda bo'ldi, yaxshi imkonlar ekan. Xudo xolasa beramiz boshdan, 10 tomondan boshlaymiz. Bismillah. Boshlaymiz. Samovarimiz yo'nalishlarga qo'yilgan. Bo'lmasa 22 metr beramiz. Başlayalım. Şu ortaya yöneldim. Mümkünler. Sesimiz veriyoruz. Oluşlar. Yönettim. Böyle bıçak bir tane burçerlerden. Yoshlarni qo'yamiz. Xudo xolasa xizmatlarimiz shunaqa bir go'zal yoshlarga xizmatchi bo'lsangiz, inshaalloh xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab, Esengi bo'ylab ham chiqamiz, kelishib qolsa Xudo xolasa. Kimgadir shu xizmatimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasiz, qo'llab-quvvatlaysiz. Xudo xolasa siz ham yuzga bundan go'zallik tushsin, borib qiling inshaalloh.